Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'quv audio va video materiallarini yaratish va qayta ishlash, SoundForge, AudioMaster kabi audio ishlov berish dasturlarida ishlash mavzusini ko'ramiz. Reja. Birinchisi, o'quv materiallarini yaratish jarayoni, SoundForge va AudioMaster dasturlari. Uchinchisi, multimedia o'quv resurslarining ahamiyati. O'quv materiallarini yaratishda audio va video integratsiyasi. Birinchisi, ovoz va video sinergiyasi. Ovoz va video materiallarini bir-birini to'ldiradi, o'quvchilarning diqqatini tortadi va tushunishga yordam beradi. Bu esa ta'lim jarayonini samarali qiladi. Ikkinchisi, multimedia imkoniyatlari. Multimedia o'quv materiallari, masalan, videolar va audio darslar turli o'quv uslublarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa har bir o'quvchiga moslashishi uchun muhimdir. Uchinchisi, ta'limda yangi yondashuv. Audio va video integratsiyasi zamonaviy pedagogikada innovatsion yondashuvlarni qo'llashga imkon beradi. O'quvchilarning qiziqishini oshirishda samarali yordam beradi. O'quv resurslarini yaratishda ijodiy yondashuv va innovatsiyalar. Birinchisi, ijodiy yondashuv. O'quv resurslarini yaratishda ijodiy yondashuv o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, ularning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi. Ikkinchisi, innovatsion texnologiyalar. Yangi texnologiyalar, masalan, virtual haqiqat va interaktiv dasturlar o'quv jarayonini yanada qiziqarli qiladi va talabalarga amaliy ko'nikmalarni o'rganishga imkon beradi. Uchinchisi, multimediali yondashuv. Multimediali materiallar va audio, video resurslar yordamida o'quvchilarning turli xil o'rganish usullarini taqdim etadi va nazariyani amaliyot bilan bog'laydi. SoundForge dasturi o'quv audio materiallarini yaratishga kirish. Birinchisi, SoundForge asoslari. SoundForge audio materiallarini yaratish va tahrirlash uchun qulay interfeysga ega. Dastur ko'plab audio formatlarini qo'llab-quvvatlaydi va maxsus funksiyalarni taklif etadi. Ikkinchisi, asosiy funksiyalar. SoundForge audio tahrirlashda kuchli imkoniyatlarni taklif etadi. Masalan, ovoz to'lqinlarini tahrirlash va filtrlash, effektlar qo'shish. Bu o'quv materiallarini sifatli tayyorlashga yordam beradi. SoundForge dasturi oynasi. Aytib o'tganimdek, qulay imkoniyatlarga ega. AudioMaster ovoz ishlov berish jarayonida asosiy funksiyalar. Ovozni qayta ishlash. AudioMaster dasturi ovozni qayta ishlash jarayonida kuchli vositalarni taklif etadi. Jumladan, ovozning sifatini oshirish va shovqinlarni kamaytirish imkoniyatlari. Ikkinchisi, effektlar va filtrlar. Dasturda ovozga qo'shimcha effektlar va filtrlar qo'llash imkoniyati mavjud. Bu o'z navbatida audio materiallarning professional ko'rinishini ta'minlaydi. Uchinchisi, foydalanuvchi interfeysi. AudioMaster intuitiv foydalanuvchi interfeysi bilan ajralib turadi. Bu esa yangi foydalanuvchilar uchun dasturdan samarali foydalanishni osonlashtiradi. AudioMaster intuitiv foydalanuvchi interfeysi aytib o'tganimdek juda qulay. Ovoz sifatini oshirish, SoundForge va AudioMaster imkoniyatlari. Birinchisi, ovozni tiklash. SoundForge va AudioMaster dasturlari ovozlarni tiklash, zarar ko'rgan audio fayllarni qayta tiklashda yuqori samaradorlik qiladi. Ovoz oshirish SoundForge va AudioMaster imkoniyatlari. Ikkinchisi, ovoz filtrlar. Ushbu dasturlar turli ovoz filtrlarini taklif etadi. Masalan, shovqinlarni yo'qotish va equalizer yordamida ovoz sifatini oshirish imkoniyatini yaratadi. Uchinchisi, effektlar qo'shish. SoundForge va AudioMaster orqali foydalanuvchilar turli effektlar, reverb yoki delay qo'shib, o'z audio materiallarini ijodiy tuzilmalar berishadi. To'rtinchisi, formatlarni qo'llab-quvvatlash. Bu dasturlarda keng turdagi audio formatlarda ishlash
foydalanuvchilarga kerakli formatda audio materiallarni saqlash imkoniyatini beradi. O'quv materiallarini personalizatsiya qilish, multimedia yondashuvlar. O'quv jarayonini moslashtirish, o'quv materiallarini personalizatsiya qilish, talabalarning individual ehtiyojlariga hisobga olib, o'ziga xos o'quv strategiyalarini ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Multimedia vositalarining roli. Multimedia vositalari, masalan, video va audio materiallar o'quvchilarni jalb etishda muhim rol o'ynaydi va ularning o'qish jarayonini yanada qiziqarli qiladi. Innovatsion yondashuvlar. Innovatsion usullar, jumladan interaktiv dasturlar va onlayn platformalar talabalarga o'z o'qishlarini shaxsiylashtirish va yanada samarali o'qish imkoniyatlarini taqdim etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.